Assalomu alaykum hammaga. Bitta kichkina uyimiz bor edi. Shuni yashash xonasiga aylantirish uchun, yotoqxonaga aylantirish uchun polni utepleniya qilish kerak bo'lib qoldi. Poldan sovuq chiqmasligi uchun qishda biz atrofimizdan gidroparizolyatsioniy setka bo'lardi. Shunaqa topolmadimda o'rniga banner set plyonka deyilgan. Yana 182 deydigan shundan olib kelib, mana tortib buni pol tagiga va to'sin nimalar orasida endi to'sin hisobida turibdi ular. Lagalar orasini steklavata bilan to'ldirib chiqyapmiz. Steklavata bilan to'ldirib chiqib, o'zi ikki qator bemalol tushar ekan. Biz hozircha bir qator qo'yyapmiz. Ostidan bizda ishlab chiqqan patolog qog'ozlar bor. Shundan patolog ushatib, o'sha patolog qog'ozni qo'yib yuboramiz tekizlab. Qishga tayyorgarlik, qishda g'amini yozda ye deydi-yu. Mana shunaqa bir nima qilyapmiz. Endi kimga shunaqa bir o'ylanish turgan bo'lsa, mana shunaqa pollar bo'lsa, shunaqa usulda bekitsalaring ham yaxshi bo'lar ekan. O'zimiz qilganimizda sizlarga ham bir ilingimiz keldi. Shunaqa gaplar. Qanchadir miqdorda agar ozgina bo'lsa, maslahatimiz bilan, ishimiz bilan bir ozgina yordamimiz tekkan bo'lsa, like bosib qo'llab qo'yasizlar. O'zlaringda bo'lgan ishlarni ham ko'rsatib tursalar, biz uchun ham foydali bo'lib qoladi. Pena septirmoqchi edim. O'zi aslida pena yaqin atrofimizda topolmadim. Keyin pena qimmat tushib ketib qolar ekan, bilishimcha. Shuning uchun shunaqa qildik. Steklavatani bazaltviy 130 mingdan oldik. 1,5 pachka yetar ekan bizga. O'zi yarim pachka bor edi. 1 pachka oldik. Shu bilan ishimiz bitib qoldi, xudo xolasa. Yerda yana bor. Mana shu bilan bitadi joyimiz, xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar.